Bugun 18 aprel 3 sinfida ajib hisob matematika to'garagimiz. Mavzumiz ko'pxonali sonlarni ko'paytirish va bo'lish. Bugun biz matematika ajib hisob to'garak darsimizda qizlar va o'g'il bolalar ikki guruhga bo'linib oldik. Xo'p, Muhammadjonning guruhi va Bibinisoning guruhi. Mana bu tarozini o'lchaymiz didaktik o'yinimiz orqali. Mana orqangizga qarang. Rasmlarni ko'ryapsiz. Demak, Muhammadjon, sizning guruhingiz teng massali narsalarni taroziga o'lchab qo'yish kerak bo'ladi. Bibinisoning guruhi esa massalari har xil bo'lgan narsalarni tarozida o'lchamini qo'yib topib berishingiz kerak bo'ladi. Qaysi guruh ko'proq narsani o'lchab topishi kerak bo'ladi. Xo'p, o'yinimiz shart tushunarlimi? Boshladik, vaqt ketdi. Xo'p. Hop, teng massali o'g'il bolalarda, qiz bolalarda esa har xil massali o'lchamda bo'lishi kerak. Hop. Ya ular bolalar yuguring. Hop, birinchi bolalar bo'ldi. Marhamat, bolalar sanab beramiz. Muhammadjon, ta'riflab bering. Mixga ruchka teng keladi. Kirmoshinaga xaldinlik teng keladi. Televizorga unaqa stol teng keladi. Divanga yana divanga kreslo to'g'ri keladi. Oynaga ochki to'g'ri keladi. Etikka sumka to'g'ri keladi. Telefonga kompyuter to'g'ri keladi. Oyoq kiyimga fen to'g'ri keladi. Tarelkaga kitob to'g'ri keladi. Soatga qoshiq to'g'ri keladi. Xo'p, endi sizlarda masalan ochilamiz. Telefonga kompyuter to'g'ri kelmaydi menimcha. Chunki og'ir yengil bularga tegishli. Olib qo'yamiz, o'yindan chetlanadi. Yana bittasi kreslo bilan divan og'irligi bir xil emas. Chunki kresloyingiz divan og'irroq, ikkita ketdi. Ikkitani olib tashlaymiz. Endi juplarni sanab chiqamiz. Marhamat, qizlar guruhi ta'riflab bering. Olmaga vilka bo'ladi. Olma og'irroq, vilka yengil. Duxovkaga ayiqcha bo'ladi. Massasi to'g'ri keladi. Shkafga taroq to'g'ri keladi. Sutga pomada to'g'ri keladi. Stolga gul to'g'ri keladi. Bokalga uzuk to'g'ri keladi. Kravatga mikrofon to'g'ri keladi. Qalamdonga fanar to'g'ri keladi. Pultga shar, kiyimga paxta qand, pechenniga qog'oz to'g'ri keladi. Qog'oz to'g'ri. Ana endi sizda qarang. Uzukka bokal dedingiz, bu to'g'ri kelmaydi. Olib tashlaymiz. Javon bu tomonda edi-da, nimaga olish kerak? Bu yo'q, sizlar bu tomonga olib tashlang. Duxovkaga qoshiq ham to'g'ri kelmaydi o'lchovda. Xo'p, ahamiyat berish kerak edi. Qoshiqni olamiz. Qoshiq bilan boshqa narsa bo'lish kerak edi. Keyin divanga nimani moslayapsizlar? Divan. Yo'q, divan tagidagi. Karavot divan, Kravatga mikrofon. Yecham, u ham to'g'ri kelmaydi, olamiz. Chunki ular juda ham og'ir o'lchov birliklar. Uni o'ziga yaqin o'lchov birliklarga. Ana endi sanab chiqing.
yettita. Demak, bugungi guruhimizda o'g'il bolalar nima qildi? G'oliblikni qo'lga kiritishdi. U o'lchov birliklari haqida. Barchangizga tarozi o'yinida, o'lchaymiz o'yinida qatnashganingizga rahmat. Kimda fikr bor? Fikr bildirasizmi? Men bu o'yinda o'lchov birligini yaxshi bilganim juda qo'l keldi. Shunda Og'irlik o'lchov birligi bu o'yinni juda katta tarozida o'lchashda juda katta rol o'ynadi. rol o'ynadi. Xo'p, barchangizga ishtirokingiz uchun rahmat.